qilinglar. Harbiy xizmatchi Aleksandr Belov, pastga tushishingizni so'raymiz. Meni do'stlari, Mana sen uchun bugungi kunda eng muhim narsa nima? Desang boshingni yoraman. Yo'q. Mana bugun nima muhim? Qisqasi u fohisha. Ey, qochun yonidan. Shumi? Kecha boshini yorgan odaming bu yerda kattalardan biri ekan. Ismi Muha. Sizlarda ikkita yo'l bor. Hozir meni o'ldirish yoki yakkama-yakka olishamiz. Bugun Muha bilan ana yigitning urushi qayerda? Bu Muha. Salom Muha. Qani so'tak, tayyormisan? Kosmos. Quroling tayyorlab. Sendan jirkanaman. hammasi tugadi. Tugadi.